Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va ko'pchilikni, ayniqsa keksa avlod vakillarini bevosita qiziqtiradigan mavzuni batafsil muhokama qilamiz. Har bir pensiya oluvchi shaxs o'zining har oylik xarajatlarini kamaytirish yo'llarini izlaydi. Bu esa afsuski cheklangan budjet sharoitida hayotiy zaruratdir. Ayniqsa aprel oyida pensiya oluvchilar uchun kutilmagan va quvonchli xabarlar bor. Bu ma'lumot sizning oilaviy budjetingiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Bugungi video hech mubolag'asiz. Moliyaviy barqarorligingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu sizning boshqa foydali ma'lumotlardan ham xabardor bo'lishingizga yordam beradi va bizning jamoamiz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Keling, kechiktirmasdan mavzuning mag'ziga sho'ng'iymiz. Keling, avvalo ushbu masalaning ildizlarini chuqurroq ko'rib chiqaylik. Ilgari, ya'ni yaqin o'tmishda mamlakatimizdagi barcha pensiya oluvchilar, ularning ijtimoiy holati, yoshi, sog'lig'ining holati yoki egalik qilgan mol-mulkining hajmiga qaramasdan deyarli barcha kommunal to'lovlar, mol-mulk solig'i, yer solig'i kabi majburiy xarajatlarni to'lashga majbur edilar. Bu tabiiyki o'zining cheklangan pensiya daromadi bilan yashayotgan keksa yoshdagi fuqarolarimizning oilaviy budjetiga sezilarli darajada og'irlik qilardi. Ko'pincha ularning pensiyalarining katta qismi aynan shu majburiy to'lovlarni qoplashga sarflanar edi. Bu esa ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qiyinchilik tug'dirardi. Ko'pgina hollarda nabiralari, farzandlariga yordam berishiga to'g'ri kelardi. Lekin hammada ham bunday imkoniyat mavjud emas edi. Ammo so'nggi paytlarda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari, prezident farmonlari, hukumat qarorlari bu vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Davlatimiz pensiya oluvchilarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga, ularning hayot sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratmoqda. Shu sababli bir qator imtiyozlar va yengilliklar joriy etildi. Bu imtiyozlar pensiya oluvchilarga ma'lum turdagi soliqlar va kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan qisman yoki to'liq ozod qilinish imkoniyatini beradi. Eng muhimi, bu yangiliklar ba'zi pensiya oluvchilar uchun nafaqat kichik bir yengillik, balki oyga sezilarli miqdordagi mablag'ni tejash imkoniyatini yaratadi. Bugungi kunda biz aynan shu imtiyozlarning tafsilotlarini, kimlarga ular tegishli ekanligini, qanday shartlar borligini va amalda qanday yo'l tutish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu albatta juda quvonarli yangilik, ammo undan to'g'ri foydalanish uchun hamma narsani puxta bilish zarur. Endi esa ushbu imtiyozlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Ya'ni kim nima uchun to'lashi shart emasligi va kimlarga bu imtiyozlar taalluqli ekanligini chuqur tahlil qilamiz. Birinchi navbatda mol-mulk solig'i haqida gaplashaylik. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining tegishli moddalariga ko'ra, pensiya oluvchilar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha muhim imtiyozlar mavjud. Xususan barcha turdagi pensiya oluvchilar, ya'ni yoshga doir, nogironlik bo'yicha yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi fuqarolar, ular egalik qilgan turar joy binosi, ya'ni uy-joy yoki kvartira uchun mol-mulk solig'idan ozod qilinadi. Bu degani, agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va o'zingizning yagona turar joyingiz bo'lsa, siz ushbu mulk uchun mol-mulk solig'ini to'lashingiz shart emas. Kimlarga tegishli? Barcha pensiya oluvchilarga. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Faqatgina o'zlarining yagona turar joyiga egalik qiluvchi pensiya oluvchilar. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar sizning nomingizda ikkita yoki undan ortiq turar joy mavjud bo'lsa, bu imtiyoz faqatgina bitta. Ya'ni eng asosiy turar joyingizga nisbatan qo'llaniladi. Boshqa turar joylaringiz uchun soliq umumiy tartibda hisoblanadi. Shuningdek, agar sizning mulkingiz turar joy bo'lmay, balki tijorat maqsadida foydalaniladigan bino, masalan, do'kon, ofis yoki ustaxona bo'lsa, bu imtiyoz unga nisbatan qo'llanilmaydi. Misol, Farg'ona viloyatida yashovchi yetim yoshli Oysha opa yoshga doir pensiya oladi. Uning nomida 3 xonali shaxsiy uy mavjud bo'lib, uning kadastr qiymati 2,5 million so'm. Ilgari u har yil bu mulk uchun 500 ming so'm atrofida mol-mulk solig'i to'lardi. Endilikda yangi qonunchilikka ko'ra Oysha opa ushbu soliqdan to'liq ozod qilingan. Bu esa uning budjetida 1,5 million so'm tejash imkonini beradi. Boshqa bir misol, Toshkent shahridan 65 yoshli Aqmal bobo nogironlik pensiyasini oladi. Uning nomida 2 xonali kvartira bor. Ilgari u ham yiliga 300 ming so'm mol-mulk solig'ini to'lar edi. Hozir Aqmal bobo ham bu to'lovdan ozod qilingan. Ammo agar Aqmal boboning nomida yana bir kvartira bo'lsa,
ikkinchi kvartira uchun u to'liq soliqni to'lashi shart bo'ladi. Faqatgina asosiy yagona yashash joyi bo'lgan kvartirasi imtiyozga ega bo'ladi. Ikkinchi muhim imtiyoz yer solig'i bo'yicha. Xuddi mol-mulk solig'ida bo'lgani kabi, pensiya oluvchilar uchun yer solig'i bo'yicha ham muhim yengilliklar mavjud. Soliq kodeksiga asosan pensiya oluvchilar o'zlarining shaxsiy tomorqa uchastkalari, ya'ni bog'dorchilik, uzumchilik va dehqon xo'jaligi yuritish uchun ajratilgan yer uchastkalari uchun yer soligidan ma'lum miqdorda ozod qilinadilar. Kimlarga tegishli? Barcha pensiya oluvchilarga. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Shahar hududlarda nuri. Dol 6 gektargacha va qishloq joylarda dol 2 gektargacha bo'lgan tomorqa uchastkalariga ega bo'lgan pensiya oluvchilar. Bu chegaradan ortiq yer maydoni uchun soliq umumiy tartibda hisoblanadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar sizning yer uchastkangiz yuqorida ko'rsatilgan me'yorlardan katta bo'lsa yoki u tijorat maqsadlarida, masalan, do'kon, avtomobil yuvish shoxobchasi foydalaniladigan yer maydoni bo'lsa, bu imtiyoz unga nisbatan qo'llanilmaydi. Misol, Samarqand viloyatidan 75 yoshli Mavluda buvi yoshga doir pensiya oladi. Uning 0,0 gektar tomorqa uchastkasi bor. Ilgari u yiliga bidim etsimi 1000 so'm atrofida yer solig'i to'lardi. Endi yangi tartibga ko'ra u ushbu soliqdan to'liq ozod qilingan. Chunki uning yer maydoni belgilangan me'yordan oshmaydi. Agar Mavluda buvining yer uchastkasi 0,0 gektar bo'lsa, u faqatgina 0,03 gektar, 0,02 uchun soliq to'lishi kerak bo'ladi. Qolgan qismi imtiyozga ega bo'ladi. Bu ham katta iqtisod hisoblanadi. Uchinchi muhim yo'nalish bu kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar. Bu yerda vaziyat biroz murakkabroq. Chunki kommunal xizmatlarning har bir turi bo'yicha alohida imtiyozlar va shartlar mavjud bo'lishi mumkin. Umuman olganda, pensiya oluvchilar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanganlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va chiqindi yig'ish xizmatlari uchun to'lovlarda ma'lum miqdordagi chegirmalarga ega bo'lishlari mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha subsidiya asosida beriladi, ya'ni davlat byudjetidan qoplanadi. Elektr energiyasi va tabiiy gaz maishiy iste'molchilar uchun, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarda yashovchi pensiya oluvchilarga belgilangan me'yorlar doirasida iste'mol qilingan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun to'lovlarda 7% chegirma taqdim etilishi mumkin. Bu imtiyozni olish uchun ko'pincha mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilish va kam ta'minlanganlik holatini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish talab etiladi. Bu faqatgina pensiya oluvchiga emas, balki butun oilaga taalluqli bo'lgan imtiyoz hisoblanadi. Agar oila kam ta'minlangan deb topilsa, ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari pensiya oluvchilar uchun bu xizmatlarda ham chegirmalar joriy qilingan bo'lishi mumkin. Hududiy suv ta'minot korxonalari bilan bog'lanib, o'z yashash joyingizdagi aniq imtiyozlar va ularni olish shartlarini aniqlashtirish zarur. Ba'zi hollarda bu imtiyozlar ham kam ta'minlangan oilalar uchun nazarda tutilgan. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari. Bu xizmat uchun to'lovlarda ham pensiya oluvchilarga ma'lum chegirmalar beriladi. Ko'pincha bu to'lovlar pensiya oluvchilar uchun umumiy aholiga nisbatan pastroq tarafda hisoblanadi yoki ma'lum bir miqdorda ozod qilinadi. Bu imtiyoz avtomatik tarzda qo'llanilishi mumkin. Ammo kvitansiyalarni diqqat bilan tekshirish tavsiya etiladi. Misol, Namangan shahridagi ko'p qavatli uyda yashovchi 72 yoshli Ra'no xola yoshga doir pensiya oladi va bir o'zi yashaydi. Uning oylik elektr energiyasi uchun to'lovi odatda 60.000 so'm, gaz uchun esa 60.000 so'm bo'lardi. Agar Ra'no xola kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, u elektr va gaz to'lovlari uchun 20%gacha chegirma olishi mumkin. Bu degani, u oyga jami muddatda 1000 so'm o'rniga taxminan 7000 so'm to'laydi. Yiliga 6000 so'm tejash imkoniyati paydo bo'ladi. Chiqindi uchun esa umumiy aholi 1000 so'm to'lasa, pensiya oluvchilar 1000 so'm to'lashi mumkin. 4-imtiyoz. Bu yerga alohida urg'u berish kerak. Transport vositalari solig'i bo'yicha imtiyozlar. Bu imtiyoz har bir pensiya oluvchiga taalluqli emas, balki faqatgina urush nogironlari va ishtirokchilari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun mo'ljallangan. Ular o'zlariga tegishli bitta yengil avtomobil uchun transport vositalari soligidan ozod qilinadi. Boshqa pensiya oluvchilar uchun bu imtiyoz mavjud emas. Kimlarga tegishli? Urush nogironlari va ishtirokchilari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar. Kimlar xavotirlanishi shart emas.
faqatgina bitta avtomobili bo'lgan yuqoridagi toifaga kiruvchi pensiya oluvchilar. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar pensiya oluvchining nomida ikkita yoki undan ortiq avtomobil bo'lsa, imtiyoz faqatgina bitta avtomobilga nisbatan qo'llaniladi. Boshqa pensiya oluvchilar esa umumiy tartibda soliq to'laydilar. Misol, Qashqadaryo viloyatidan 9 yoshli Ikrom bobo, Ikkinchi jahon urushi faxriysi va pensiya oluvchi. Uning nomida Damas rusumli avtomobil bor. Ikrom bobo ushbu avtomobil uchun transport vositalari soligidan to'liq ozod qilingan. Agar Ikrom bobo oddiy yoshga doir pensiya oluvchi bo'lganda edi, u ushbu soliqni umumiy tartibda to'lashi shart bo'lardi. Nima uchun aprel oyi muhim? Yuqoridagi imtiyozlarning aksariyati, ayniqsa mol-mulk va yer solig'i bo'yicha har yili aprel oyida qayta hisoblanadi yoki tasdiqlanadi. Shu sababli pensiya oluvchilar o'z soliq xabarnomalarini diqqat bilan tekshirishlari va agar imtiyoz qo'llanilmagan bo'lsa, tegishli choralarni ko'rishlari kerak. Kommunal to'lovlar bo'yicha esa aprel oyi yangi davrga o'tish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki qishki isitish mavsumi tugab, yozgi tariflarga o'tish amalga oshiriladi. Bu esa budjetni qayta ko'rib chiqish uchun qulay fursatdir. Ba'zi imtiyozlar aynan aprel oyida kuchga kirishi yoki ular bo'yicha arizalar qabul qilish muddati boshlanishi mumkin. Shuning uchun bu oyda ayniqsa diqqatli bo'lish juda muhimdir. Endi esa ushbu imtiyozlarning ba'zi bir istisnolari, tuzoqlar va bilinar-bilinmas nuanslar haqida batafsil to'xtalib o'taylik. Chunki hamma narsa bir qarashda ko'ringandek oddiy emas. Birinchidan, imtiyozlar avtomatik tarzda qo'llanilmasligi mumkin. Ko'pgina hollarda soliqlar va kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlarni olish uchun pensiya oluvchining o'zi tegishli idoralarga murojaat qilishi va zarur hujjatlarni taqdim etishi lozim bo'ladi. Agar siz murojaat qilmasangiz, sizga imtiyoz avtomatik tarzda qo'llanilmasligi mumkin va siz ortiqcha to'lovlarni amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Bu esa sizning budjetingizga sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Misol, Qoraqalpog'istondan 7000 yoshli Anvar aka 2 yildan buyon pensiyada. Uning nomida yagona turar joyi bor edi. U har yili mol-mulk solig'ini to'lab kelgan. Chunki bu imtiyoz haqida bilmas edi va unga hech kim aytmagan. Agar u o'z vaqtida soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, pensiya guvohnomasini taqdim etganida edi, 2 yil davomida to'lagan soliqlarni to'lamagan bo'lar edi. Hatto ortiqcha to'langan soliqlarni qaytarish uchun ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Ammo bu biroz ko'proq ovoragarchilik talab qiladi. Ikkinchidan, mulkning tur va miqdori. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlar faqatgina ma'lum turdagi va miqdordagi mulk uchun qo'llaniladi. Agar pensiya oluvchining nomida bir nechta turar joy yoki belgilangan me'yordan ortiq yer uchastkasi bo'lsa, imtiyoz faqatgina bitta, odatda eng asosiy mulk uchun beriladi. Boshqa mulklar uchun esa umumiy tartibda soliq to'lash talab etiladi. Xuddi shunday, agar mulk tijorat maqsadlarida ishlatilsa, imtiyozlar amal qilmaydi. Misol, Toshkent shahridan 38 yoshli Nodira xola pensiyada. Uning nomida 3 xonali kvartira va yana bir kichik do'kon joylashgan bino bor. Kvartirasi uchun mol-mulk soligidan ozod qilinadi. Lekin do'kon joylashgan bino uchun to'liq hajmda mol-mulk solig'i to'lashi shart bo'ladi. Chunki u tijorat mulkidir. Shuningdek, agar Nodira xolaning nomida ikkinchi bir kvartira ham bo'lsa, u ikkinchi kvartira uchun ham soliqni umumiy tartibda to'lashi kerak bo'ladi. Uchinchidan, kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlarning shartliligi. Elektr energiyasi va gaz uchun imtiyozlar ko'pincha faqat kam ta'minlangan oilalarga yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir pensiya oluvchi avtomatik tarzda bu imtiyozlarga ega bo'lmaydi. Uni olish uchun oilaning moliyaviy holati tegishli organlar tomonidan baholanishi lozim. Bu ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali amalga oshiriladi. Misol, Surxondaryo viloyatidan 6-7 yoshli xolida opa pensiyada. Uning o'g'li chet elda ishlaydi va har oyda oilasiga pul yuboradi. Natijada xolida opaning oilasi kam ta'minlangan deb hisoblanmaydi. Shuning uchun u elektr va gaz uchun to'lovlarda umumiy chegirmalarga ega bo'lmaydi. Garchi u pensiya oluvchi bo'lsa ham. Biroq chiqindi uchun to'lovlarda pensiya oluvchilar uchun joriy qilingan umumiy tarif bo'yicha yengillik unga ham tegishli bo'ladi. 4-dan yashash joyini o'zgartirish. Agar pensiya oluvchi o'z yashash joyini o'zgartirsa va boshqa mulkni sotib olsa yoki uning nomiga o'tkazilsa, yangi mulk uchun imtiyozlarni qayta rasmiylashtirish talab etiladi. Ba'zida eski imtiyozlar avtomatik tarzda yangi mulkka o'tmasligi mumkin. Bu esa vaqtinchalik moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin.
agar masalaga beparvolik bilan qaralsa. 5-dan, ba'zi xizmatlar uchun imtiyozlar umuman mavjud emas. Masalan, internet xizmatlari, uy telefoni agar mavjud bo'lsa, uchun pensiya oluvchilarga maxsus imtiyozlar joriy qilinmagan. Bu xizmatlar uchun to'lovlar umumiy tariflar bo'yicha amalga oshiriladi. Ba'zi uy-joy kommunal ekspluatatsiya tashkilotlari, uy-joy mulkdorlari shirkatlari uy-joy tomonidan ko'rsatiladigan qo'shimcha xizmatlar uchun ham imtiyozlar bo'lmasligi mumkin. Mahalliy hokimiyatlar tomonidan joriy qilinadigan qo'shimcha imtiyozlar ba'zi hollarda mahalliy hokimiyat organlari o'z byudjetlari hisobidan pensiya oluvchilarning ayrim toifalariga qo'shimcha yordam yoki imtiyozlar joriy etishi mumkin. Bu haqda o'z mahallangizda yoki tuman, shahar hokimligida aniqlash lozim. Bunday imtiyozlar doimiy bo'lmasligi va vaqtinchalik xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Barcha bu nuanslarni bilish pensiya oluvchilarga o'z huquqlaridan to'liq foydalanish va keraksiz xarajatlardan qochish imkonini beradi. Har doim kvitansiyalarni diqqat bilan tekshirish va shubhali holatlarda tegishli tashkilotlarga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Endi esa eng muhim qismiga keldik. Pensiya oluvchilarga ushbu imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Axborotni to'plash va o'rganish. Birinchi navbatda sizga qanday imtiyozlar tegishli ekanligini aniq bilib olishingiz kerak. Yuqorida aytilgan ma'lumotlarni o'z holatingizga moslashtirgan holda ko'rib chiqing. O'zingizga tegishli bo'lgan mulk turi uy, yer, avtomobil, yashash sharoitingiz, bir o'zingiz yashaysizmi? Kam ta'minlangan oila a'zosimisiz? Pensiyangiz turi yoshga doir, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik kabi omillarni hisobga oling. 2. Qayerga murojaat qilish kerak? Har bir imtiyoz turi bo'yicha murojaat qilish joylari farq qiladi. Mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha yashash joyingizdagi davlat soliq inspeksiyasiga DS murojaat qilishingiz kerak. DS ga bevosita tashrif buyurishingiz yoki hozirda mavjud bo'lgan elektron xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Soliq xizmatlari markazlari ham bu borada yordam beradi. Kommunal to'lovlar bo'yicha elektr, gaz, suv chiqindi, elektr va gaz uchun kam ta'minlanganlik bo'yicha chegirmalar uchun mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilish uchun ariza berishingiz kerak. Ushbu reyestrga kiritilganingizdan so'nggina tegishli chegirmalar qo'llaniladi. Suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun hududiy suv ta'minot korxonalarining shahar yoki tuman bo'limlariga murojaat qiling. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmati uchun hududiy toza hudud yoki maxsus trans korxonalariga murojaat qilish lozim. Ba'zi hollarda bu imtiyoz avtomatik qo'llaniladi. Transport vositalari solig'i bo'yicha bu imtiyoz ham davlat soliq inspeksiyasi orqali rasmiylashtiriladi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Odatda quyidagi hujjatlar talab etiladi. Pasport, pensiya guvohnomasi, pensiya olish huquqingizni tasdiqlovchi hujjat. Mulk hujjatlari, kadastr pasporti, ko'chmas mulkka egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma, mol, mulk va yer solig'i uchun. Oilaning tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan beriladi. Kam ta'minlanganlik bo'yicha imtiyozlar uchun. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma agar mavjud bo'lsa, nogironlik pensiyasi oluvchilar va urush nogironlari uchun avtomobilning texnik pasporti, transport vositalari solig'i uchun. 4. Ariza yozish tartibi. Tegishli tashkilotga borganingizda sizga ariza blankasi berilishi mumkin. Agar blanka bo'lmasa, erkin shaklda ariza yozishingizga to'g'ri keladi. Arizada quyidagilar ko'rsatilishi shart. Sizning FIO, familiyasi, ismi, otasining ismi, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi seriyasi va raqami, qaysi imtiyozni olishni xohlayotganingizni aniq ko'rsatish. Masalan, mol-mulk solig'idan ozod qilishni so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati. Ariza yozilgan sana va imzo. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini tegishli organ xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi, qabul qilgan shaxsning imzosi, sanasi va tashkilot muhri qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi. 5. O'zingizni tekshiring. Imtiyozlarni rasmiylashtirganingizdan so'ng keyingi oylarda keladigan kvitansiyalarni va soliq xabarnomalarini diqqat bilan tekshiring. Agar imtiyoz qo'llanilmagan bo'lsa yoki noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, zudlik bilan murojaat qilgan tashkilotga qayta murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Ba'zida texnik xatolar yoki ma'lumotlar almashinuvidagi uzilishlar
tufayli shunday holatlar yuzaga kelishi mumkin. Olti maslahat oling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki yuqoridagi ma'lumotlar sizga aniq bo'lmasa, mutaxassislardan, masalan, yuristlardan, soliq xizmati xodimlaridan yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislardan maslahat olishdan tortinmang. Mahalla fuqarolar yig'inidagi maslahatchilar ham sizga yordam berishi mumkin. Bu amaliy qadamlar sizga pulni tejashga va o'z huquqlaringizdan to'liq foydalanishga yordam beradi. Unutmang, davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlardan foydalanish har bir pensiya oluvchining qonuniy huquqidir. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan pensiya oluvchilar uchun aprel oyida amalga oshiriladigan muhim moliyaviy tejamkorlik imkoniyatlari, ya'ni qanday soliqlar va kommunal to'lovlardan ozod bo'lish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berdik. Mol mulk solig'i, yer solig'i va ba'zi kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yordam berishini ko'rib chiqdik. Shuningdek, bu imtiyozlarning kimlarga tegishli ekanligi, qanday shartlar borligi, istisnolar va amaliy qadamlar haqida chuqur tushuncha berishga harakat qildik. Esingizda tuting, bu imtiyozlar oddiy bir yengillik emas, balki sizning og'ir mehnatingiz va jamiyatga qo'shgan hissangiz uchun davlat tomonidan ko'rsatilayotgan hurmat va e'tirofdir. Bu ma'lumotlardan unumli foydalanib, moliyaviy yukingizni yengillashtirish sizning qo'lingizda. Proaktiv bo'ling. Hujjatlarni to'plang va tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu sizga har oyda, har yilda sezilarli miqdordagi mablag'ni tejash imkonini beradi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun bu imtiyozlar haqida nimalarni bilardingiz, qanday tajribalarga egasiz, o'z fikrlaringiz va savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ularga javob berishga harakat qilaman. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga, ayniqsa pensiya oluvchi tanishlaringizga ulashishni unutmang. Zero bu ma'lumot kimlargadir juda kerak bo'lishi mumkin. Va albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish orqali bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha xayr.